Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Hozirgi qilayotgan murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga hamda Andijon viloyat hokimiga bo'ladi. Sizlardan bitta iltimos, shu videoni ko'rib, o'z fikrlarni qoldirib, like bosib, tarqatib bersanglar, sizlardan katta yordam bo'ladi menga. Murojaat qilishimdan maqsadim, mana Prezidentimiz yaqinda qaror chiqarib qo'ydi. Yosh tadbirkorlar, yosh biznesmenlarga qo'llab-quvvatlaymiz, yordam beramiz, qo'ldan kelganicha deb chiqdi yaqinda. Yangi qarorga imzo qo'ydi deb eshitdim. Xuddi shu qaror bo'yicha iltimos qilib mahalla komitetiga chiqdim. Yoshlar yetakchisiga, hokim qabuliga bordim. Bundan tashqari hokim yordamchisi bilan uchrashdim, mahalla komiteti raisi bilan uchrashdim. Ota kasb novvoychilik. Bilgan, taniganlar bo'lsa biladiki, yoshligimdan novvoychilik qilaman. Ota kasbim novvoychilik. Shu novvoychilikni rivojlantirishga, yurgizishga, boshlashga yordam so'rab chiqdim. Ya'ni qanday yordam? Qo'llab-quvvatlab olinglar. Joy topdim, yer topdim. Shu joyga novvoyxona ochmoqchiman, novvoyxonani yurgizmoqchiman. Sizlardan yordam, menga shu jihozlari bilan yordam beringlar. Boshlashimga ko'maklashib, yordamlashib qo'llasanglar sizlardan ancha katta yordam bo'ladi deb chiqdim. Lekin natijasi bo'lmadi. Yoshlar yetakchisi aytayaptiki, hokim qabuliga olib chiqib beraman deyapti, hokimdan so'rash deyapti. Hokim qabuliga payshanba kuni borsam, tuman hokim qabuliga borganimda tuman hokimiyatida aytayaptiki, sizni MIBdan taqiqingiz borligi uchun kredit bera olmaymiz ekan, yordam bera olmaymiz ekan deb o'tdi. Bu soha bo'yicha sizga dedi. Ha, xo'p dedim. Unda ish bilan ta'minlashib yordam beringlar, biron joyga ishga olib kirishlarga, bunday qo'llab-quvvatlab olishlariga so'rayman dedim. Deb so'rasam, bo'pti, xo'p dedi. Mahallamizni hokim yordamchisiga yo'naltirib qo'ydi. Hokim yordamchisi ham yashash joyimga uzoq bo'lgan manzillardan ish topib berdi-da, ya'ni qo'pol qilib aytganda, xohlasangiz shu, bo'lmasa yo'q degandek qilib, uzoq joylardan ekan dedim, tushuntirdim. Oyligim o'zi tengami shu yo'liga chiqib ketadi-yu, borib qatnashimga tagimda mashinam bo'lmasa deb tushuntirdim. Desam, bo'lmasa murojaatingizni mana shunday qoldirib qo'yishga majburmiz dedi. Unga ham iloji yo'q, ha bo'pti, xo'p dedim. Endi shu videoyim ajoyib bir tegishli idoralarga yetib borsa, ko'rsa, qo'llab-quvvatlab olsa, kelib o'rganishsa, sharoitimni tushunishib, yordam berishsa, shu ozginagina, kichkinagina biznesimni boshlab olsam novvoychilikda. Sizlardan ham yordam bo'lardi, prezidentimizdan ham katta yordam bo'lardi. Ko'plab mablag' so'rab chiqmadim men yordam tariqasida. Pul so'rab chiqmadim. Menga yordam davlatimizdan. Shunchaki novvoyxonamga jihozlantirib bersa, bunday bir qo'llab-quvvatlab olsa, boshlashimga yo'limni ochib bersa, shu yo'l bilan o'zimni oilamni ish bilan ta'minlab, o'zimni ish bilan band qilib, mana shu ishsizlikni ozaytirib, o'zimdan tashqari 2-3 ta odamni ish bilan band qilmoqchi bo'ldim. Yugurdim, intildim, mahalla raisiga chiqdim. Mahalla raisiga chiqib turib, iltimos, bir martalik yordam qilib, shu narsani olishimga yordam bering dedim. Yordam bera olmayman dedi. Kam ta'minlangan oilaga qo'shib ko'ring undan keyin dedim. Qo'sha olmayman kam ta'minlangan oila bizni hududimizda sanaliq o'zi dedi. Ha, kelib xonadonimni o'rganib, sharoitimni tushunib turib, o'rganib turib, bunday yordam berib, qo'llab-quvvatlab olsanglar, ajoyib sizlardan shu yordam bo'lib qolardi. Yo'q, yoshlar daftarchasiga qo'shinglar dedi. Ularga ham qo'sholmadi. Endi hozirda yana bitta narsa bo'yicha murojaat qilib, shu murojaatim bilan yana chiqsam oldiga, kulch ochib keling, kulch ochib kelsangiz yana harakat qilib ko'ramiz, bo'lmasa yo'q, ellik keldik deyapti. Shuning uchun to'g'risi o'zimni qo'limdan kelmagani uchun charchab ketganimdan yugurib natijasi bo'lmaganida shu videoni qilib chiqishga majbur bo'ldim. Bo'lmasa shu videoni ham joylamasdim men internet tarmog'iga. Joylashimdan maqsad shu, xalq ko'rsa, qo'llab-quvvatlab olsa xalqimiz, yosh biznesmen bo'lay, tadbirkor bo'lay, yosh yo'limni o'zim ishim bilan band qilay. Undan tashqari o'zim tengqur yoshlarni ham ish bilan band qilay deb chiqyapman. Haligi pul so'rab murojaat qilganim yo'q, biron nima so'rab murojaat qilganim yo'q. Tadbirkorlikka yordam so'rab murojaat qilyapman men. Men yana aytib o'taman. Qayerga murojaat qilgan bo'lsam, pul so'rab bormadim hech qayerga. Banklarga ham kerak bo'lsa pul so'rab bormadim. Menga shunchaki shu bankka ham hokim yordamchisi yo'naltirib berdi. Bank xodimlariga ham aytdim. Menga
mablag' kerak emas. Menga jihozlantirib beringlar. Novvoyxonani bitta jihoz bilan non chekadigan apparat, xamir qiladigan apparatlari bilan jihozlashimga yordam bersanglar, men uni uzaman dedim. Ya'ni kredit asosida qaytarib beraman shu pulni, oyma-oy uzaman. Lekin ashuni amal qilishim uchun sizlar yordam bersanglar, oyma-oy uzib shuni kreditdan ham qutulaman. Bitta tadbirkorlik o'zimga bo'lib qoladi. O'zim shu ish bilan band qilaman degan maqsadda qildim shu ishni men. Lekin shu ishimni hech kim haligi ne qo'llab-quvvatlasha olmayapti, ne ko'tarishib shuni yordam beraylik deyishmayapti. Iloji yo'q shu videoni qilib, shu internet tarmog'iga joylayapman. Xalqimizdan iltimos qilib qolamanki, shu videoni maksimal tarqatadilar, like bosib o'z izohinglarni qoldiringlar. Yana kimga murojaat qilsam bo'ladi, qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Sizlardan yagona iltimosim shu videomni, shu masalani tegishli idoralar ko'rishligiga, ya'ni yordam berishligiga qo'llab-quvvatlab yordam beringlar, iltimos sizlardan.